Intellektual biznes patentlash nima va nima uchun siz brendingizni patentlashingiz kerak? Patentlash birinchi navbatda sizni raqobatchilaringiz orasidagi eng katta ustunlikni beradi. Ya'ni sizni nomingizdan chiqayotgan soxta mahsulot, soxta ma'lumotlar, soxta reklama manbalari bo'lsa yoki bo'lmasam boshqa bir tadbirkorlar sizni nomingiz bilan ish faoliyatini olib borayotgan bo'lsa, sizni brendingiz va biznesingiz davlat himoyasiga olinadi. Undan tashqari brendingizni sud orqali himoya qilgan holatda sizga keltirilgan zararni ham undirib olishingiz mumkin. Brendingizni o'zingiz ham patentga topshirsangiz bo'ladi va siz nima sababdan aynan patent vakillariga murojaat qilishingiz kerak. Albatta, brendingizni o'zingiz ham patentga topshirsangiz bo'ladi. Bu holatda esa jarayon quyidagicha davom etadi. Ya'ni talabnomangizni o'zingiz to'ldirasiz. Uni orqasidan kelayotgan har qanday so'rovnomalarga o'zingiz javob yozishingiz zarur bo'ladi. Va bu so'rovnomalarga vaqtida, ya'ni belgilangan muddat oralig'ida javob xatlarini kiritmasangiz, sizni brendingiz salbiy xulosa bilan tugashi mumkin. Agar siz brendingizni patent vakili orqali topshiradigan bo'lsangiz, bu jarayonlarning barchasi patent vakilining zimmasiga tushadi va sizning ishingiz ancha yengillashadi. Brendingizni patentga topshirayotganingizda patent markazi tanlashingizdan oldin nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Birinchi navbatda siz tajribali patent vakiliga murojaat qilishingiz kerak. Ya'ni sizni brendingizni orqasidan kelayotgan har qanaqa so'rovnomalarga yuridik jihatdan saviyali inson javob yozadigan bo'lsa, ishingiz ijobiy natija bilan tugashi ancha osonroq bo'ladi. Ikkinchi navbatda siz ishlayotgan patent markazini oldin bajargan ishlariga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni ular oldin kimlar bilan ishlashgan, qaysi brendlarga patent olib berishgan. Uchinchi navbatda sizni brendingizni hozirgi holati qanday? Ya'ni patent olish ehtimoli qay darajada yuqori yoki past? Siz ishlayotgan patent markazi esa oldin muammoli holatlarda ham ijobiy natijalarga erisha olganmi? Intellektual biznes patentlash markazi sizning brendingiz qonuniy himoyaga erishishi uchun har doim yordamga tayyor.